ko'pchilik qizlarimiz juda ham qiynalishadi. Er-xotin munosabatlarida tushunmovchiliklar bo'ladi. Mana tug'ruqda, mana misol uchun o'zimda ham ikki qatli davrimda kelgan, tug'ruqdan keyin er-xotin munosabatlarim susaygan, uchinchi shaxs aralashuv bo'lgan, xiyonatlar ham bo'lgan. Endi u davr o'tib ketdi. Hozir hammasi Xudoga shukr yaxshi, lekin o'sha paytda men psixologlarga murojaat qilganman, lekin o'zim yechimini ola olmaganman. Hozir mana shunaqa holatda bo'lgan ayollarga nima maslahat bera olasiz? Nimalarga e'tibor berishlik kerak? Bilasizmi, bugun gaplashadigan gaplarimizni, aytadigan gaplarimizni bu qanaqadir bir formula emas. Bu mana masalan bitta formula, bu hammaga tushadi degan narsa emas. Tug'ruqdan keyingi holatga keladigan bo'lsak, bu juda ham qiyin vaqt deb aytaman. Ammo bu narsani ayollarda poslerodovой depressiya degan narsalar bor, uyqusizlik, charchash, stress, hammasi shu narsadan kelib chiqadi. Bu paytda nima qilishimiz kerak? Ayollar birinchi navbatda o'zimizni qo'lga olishimiz kerak. Bu narsa o'tkinchi narsa, bu butun umr shu narsa davom etib ketmaydi. O'sha paytda ayollar o'zimizni qo'lga olib, vaqtida dam olishga harakat qilib, hamma fokusimizni faqat chaqaloqga, bolaga e'tibor berib, voy ichki yemayapti, voy emmayapti degan narsalar sal kamaytirib turib, o'zingiz uchun ham, o'zingizga ham vaqt ajratinglar. Tug'ilgandan keyin ko'p ayollar bilaman, shunaqa bo'lgan. O'ziga qaragisi ham kelmaydi, voy zo'rg'a cho'milib chiqdim, shuni o'zi yetadi degan narsalar bo'ladi. Bu narsa noto'g'ri narsa. O'zingizga bir kunda 1 soat vaqtinglarni ajratsanglar, cho'milganinglardan keyin uxodlaringlarni qilib, kremlaringlarni surib, choylar ichib, bitta o'zinglar bilan o'zinglar gaplashib, maza qilib, o'shanda eringlarni ham eshitasizlar, haligi bola chaqalog'inglar yig'layotganiga ham unaqa asabiylashib ketib qolmaysizlar. Bir kunda o'zinglarga обязательно 1 soat bo'lsa ham vaqt ajratinglar. O'zinglarni eshitinglar, nima xohlayapsizlar, bilaman, tushunaman, bu narsa juda ham qiyin. Uyqusizlik ko'pchilikni qiynaydi. Shunaqa paytda baribir atrofidagi odamlar yordam bergani yaxshi. Baribir sharoitdan kelib chiqib er-xotin munosabatlariga sal shunaqa paytda sovuvchilik tushib qoladi-da. Chunki nima gaplashadigan dialog er-xotinni bilasizmi, bola bo'lib qoladi. Ishdan kelgandan keyin bugun ichki yemadi yoki bugun ko'p ichki keldi yoki ko'p emdi. Faqat erkakka shuni aytaveramiz biz. Faqat mavzuyimizda uy, bola yoki o'zimizni qattimizdadir og'riyotganini aytamiz, haligi erga biz juda zerkarli bo'lib qolamiz. Bu narsani erkaklar bilan muhokama qilish kerak emas, aziz ayollar. Bu narsani onamiz bilan, opa-singilimiz bilan, o'zimizga o'xshagan ayollar bilan muhokama qilaylik, er bilan emas. Erkak bir kelgandan keyin ishdan nabarot, uni ham qo'ynini olishga harakat qilamiz. Yaxshi keldingizmi? Charchamadingizmi? Kelishi bilan erimizdan 5 minut qaraysiz ham, bir pas ko'tarib turing degan narsani shunaqa narsani aytmasliklarini maslahat beraman. Chunki bu o'zi er ishdan charchab keladi. Masalan, bizda poslerodovой depressiya deymiz, erkaklar ham mas'uliyat bo'ladi. U ham ota bo'ldi, birinchi martam, ikkinchi martam, har safar erkaklarga mas'uliyat tushadi bu narsa. Bu ham qiyin. Biz o'ylaymiz, erkaklarga osonroq, ko'chada maza qilib keladi. Men uyda o'tiraman bolalar bilan deb o'ylaymiz, lekin aslida erkaklarga ham qiyin. Erkaklarni mas'uliyatini his qilib tushunsak-gina, ana o'shanda bilamiz, ularga ham oson bo'lmayotganini. Ana o'shanda bir-birini tushungandan keyingina ayollar hayotimiz chiroyli tekis bo'ladi.